8-19-20 mart kunlarini kalendarga belgilab qo'yilish sababi bizada Xadija brend optoy magazinimizda juda ham katta aksiyani e'lon qilyapmiz qizlar. Shu yerda ko'rib turgan barcha ko'ylaklarimizni atigi 130 ming so'mdan qilib qo'ydik. Qizlar qaranglar qanaqa chiroyli ko'ylaklarimiz. Xohlasanglar shunaqa qora variantidan olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shunaqa choko variantidan ham bor. Juda ham chiroyli. Qaranglar gipyurlik qilib oldilari ishlangan. Mazza qilib kiyasizlar. Xohlasanglar bunaqa modelda ham bor. Qaranglar, bittasi dumaloq, bittasi mana bunaqa shaklda qilib qo'yilgan. Juda ham chiroyli turadi. Bu yoqda boshqacha modeldagi ko'ylaklarimiz bor. Fistashka variant. Qaranglar qanaqa chiroyli. Oldilari tumachalik qilib ishlangan. Juda ham chiroyli modelda. Menga juda yoqdi. Etaklari ham kengina bo'lib turadi. Bemalol yuvib kiyirsanglar bo'ladi. Qaranglar, bitta ko'rsatib chiqaman sizlarga. Makli varianti. Mazza qilib kiyadigan kiyimlar, xohlagan joylarga borib bemalol kiyib yursanglar bo'ladi. Xadija brend optoy magazinimizda sizlarni o'ylagan holda shu yerda ko'rib turgan barcha ko'ylaklarimizni 130 ming so'mdan Hayit bayrami munosabati bilan qilib qo'ydik qizlar. Razmerlariga keladigan bo'lsa 50 dan 60 gacha bemalol razmerlarni topsanglar bo'ladi. Hammalarni magazinimizda kutib qolamiz.